Surxondaryo viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlaridan foydalanish qoidalariga rioya etilishi ustidan tizimli nazorat ishlari olib borilmoqda. Kuni kecha o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Termiz shahridagi O'zbekiston va Bog'ishamol mahallalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar tomonidan oqova suv tarmoqlaridan foydalanish qoidalariga amal qilmaslik holatlari aniqlandi. Aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli jarimalar qo'llanildi. Joriy yilning bugungi kuniga qadar oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar yo'l qo'yiladigan darajadan ortiq bo'lgan oqova suvlarni oqizish holatlari yuzasidan 9 ta qoidabuzarliklar aniqlanib, umumiy miqdori 37,80 million so'mlik ma'muriy jarimalar rasmiylashtirilgan. Ma'lumot uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanib olish, oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar yo'l qo'yiladigan darajadan ortiq bo'lgan oqova suvlarni oqizish hamda oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlaridan foydalanish qoidalarini boshqacha tartibda buzish. Bunday holatlar uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasi prim 1 birinchi qismiga asosan ma'muriy javobgarlik belgilangan. Fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorida jarimalar qo'llanishga sabab bo'ladi. Ushbu holatlar aniqlanganda fuqarolarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorida jarima qo'llanishga sabab bo'ladi. Bugungi kunda oqova suv tizimlarining barqaror ishlashi va ulardan to'g'ri foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ushbu tizimlar nafaqat aholiga xizmat ko'rsatish, balki sanitariya holati va atrof muhitni muhofaza qilishda muhim o'rin tutadi. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida joylashgan markaziy oqova suvlarni tozalash inshooti orqali minglab iste'molchilarga xizmat ko'rsatilib kelinmoqda. Mazkur inshoot 1976-yilda qurilgan bo'lib, so'nggi kapital ta'mirlash ishlari 2022-yilda amalga oshirilgan. Inshoot orqali Termiz shahridagi 30 ta mahallada yashovchi 57.800 dan ortiq aholiga oqova suv xizmatini ko'rsatilayotgani mazkur tizimning naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Ayni paytda oqova suv tarmoqlaridan noto'g'ri foydalanish holatlari ham tizimga jiddiy zarar yetkazmoqda. Xususan, tarmoqlarga noqonuniy ulanish, qattiq chiqindilar tashlash hamda oqova suv tarmoqlariga me'yordan ortiqcha oqizib kelinayotganlik va texnik talablarga rioya qilmaslik holatlari kuzatilmoqda. Shu bois Surxondaryo viloyati hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan nazorat tadbirlari kuchaytirilib, aholi o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Chunki oqova suv tizimlarining to'g'ri ishlashi har bir fuqaroning mas'uliyatli munosabatiga ham bevosita bog'liq.